Baraka topkurlar, yana qancha aytaylik, qanaqadir psixolog, psixogenetiklarga bormanglar. Mana bugun bitta holatni eshitdim, xullas o'zini azoblab kayf qiladigan bitta yigit bo'lgan ekan, tentak yigit, psixologiyasi buzilgan, o'shani odam qilish uchun mullaga olib borib o'qitishgan, odam bo'lmagan, keyin ko'pchilik taniydigan o'sha mashhur bitta psixogenetikka olib borishgan ekan. Psixogenetik opamiz esa bizning arzimas $5000 turadigan intensiv kursimizni xarid qilsangiz, mana shu ahmoq o'g'lingizni odam qilib beramiz debdilar. Ana u bechoralar ham eski tuski mashinalarni sotib qayerdandir $5000 topganlar va keyin psixogenetik opamiz unga ta'lim berishni boshlaganlar. Otangni kechir, onangni kechir, geningda unaqa bo'lgan, balo battar bo'lgan. Xullas, ana u bolani kasalligi qaytanga zo'riqib ketganda borib onasini o'ldirgan va uyi bilan o't qo'yib yuborgan. Va mana bugungi kunda tekshiruv ishlari olib borilyapti. Endi mana shu joyda bir savol tug'iladi. Nima uchun o'sha psixogenetik opamiz vaziyatni ko'rib turibdilar? Bu uni kasali emas, u haqiqiy jinni, u tentak, o'zini azoblab kayf qiladigan odam, u sog' odam bo'lmaydi. Uni psixiatrga olib borish kerak. Insofi bo'lsa edi, kechirasizlar, men buni davolay olmayman. Mana shu menga beradigan $5000 pullaringizni, $1000 boringlarda bitta psixiatrga topshiringlar, o'sha sizlarni bolalaring o'tay qilib beradi yoki sal odam shavanda qilib beradi deb aytishni o'rniga o'sha pulni sekingina olib o'zlarini bo'lar bo'lmas ahmoqona g'oyalarini targ'ib qilib miyasiga tiqishtirgan va mana natijada kimlarningdir joni qurbon bo'lishiga sababchi bo'ldi. Shuning uchun aytaman, baraka topkurlar, iltimos har xil mana bunaqalarga bormanglar. Aksariyati, ishoninglar, aksariyati g'irt yolg'onchi lo'ttibozlar.